Spam faoliyati orqali yopilib ketyapti. Spam, description mana shunaqa holatda YouTube qoidasi bo'yicha yopilib ketyapti. Ushbu kanalimizni mana ochib berdik do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar. Biz apellyatsiyani muvaffaqiyatli qabul qildik va kanalingiz qayta tiklandi. Xo'p, kelar, man sizlarga o'z birinchi navbatda aytib o'tay, qaysi hollarda kanal spam faoliyati bo'yicha yopilib ketadi. Hozir menda juda ko'p kanallar keladi. Taniydiganlar biladi o'zi. Xo'p, spam bo'yicha yopiladigan kanallar asosan do'stlar eng asosiy narsa nom, description, tag orqali yopilyapti. Misol uchun aytadigan bo'lsak, biron bir yo'nalishda video qiladi. Misol uchun yangilik yo'nalishida video qiladida, keyin misol uchun description joyiga Selena Gomez, yana bir balalar, qo'shiqchilar, xullas yo'q narsalarni yozib tashlaydi. Yoki bo'lmasa Taylor Swift yo'nalishini qaranglar, yoki bo'lmasa Vrongis yo'nalishini qarasanglar ham asosan o'sha kanallarda ko'p kuzatiladi. Ya'niki videoning ichida yo'q bo'lgan narsani videoning tashqarisiga yozib tashlash. Umumiy holatda aytadigan bo'lsak, videoning ichida nima bo'lsa do'stlar, videoning nomiga ham, descriptioniga ham, tag qismiga ham shu narsani yozish kerak. Ortiqcha so'zlar yozish kanalda yopilib ketilishiga olib kelyapti. Oldin mumkin edi, masalan, bitta video qo'yib, nomiga, opsiyasiga, tagga bir Selena Gomez qo'shiqchilarni ham, yana boshqani ham, keyin bir qanaqadir trend narsa yozib tashlash mumkin edi. Hozir shu mana 2026-yil bo'yicha bu narsa juda ham kuchli ishlayapti va sekundda kanalda yopib tashlayapti. Demak, spam faoliyati nima uchun bo'lar ekan? Birinchisi video nomiga qaraydi, ikkinchisi video description, o'sha tavsifiga qaraydi, uchinchisi video tag degan joyini o'qiydi. Hamda to'rtinchi narsa bor, to'rtinchisi videoning rasm qismi. Rasm qismiga masalan dahshat, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb bir video ichida yo'q bo'lgan narsalarni yozib tashlash yoki bo'lmasa mashhur brendlarni o'sha videoni nomlariga qo'yib tashlash, o'sha rasm joyiga qo'yish. O'sha holatlarda asosan YouTube kanallari yopilib ketyapti. Xo'p, spam faoliyati bo'yicha qanday ochsa bo'ladi kanal degan masala bor. Qanday qilib YouTube kanalni tezroq ochish mumkin? Apellyatsiya orqali ochiladi do'stlar. Mana apellyatsiya qilib ochib berdik. Lekin to'g'risini aytaman, apellyatsiya do'stlar 90% atrofida kanallar ochilmaydi. 10% nari borsa bir 20% kanal ochilishi mumkin. Masalan, bir 10 ta kanalga apellyatsiya bersak, bittasi ochilib qolishi mumkin do'stlar yoki ikkitasi masalanda. Bu ham apellyatsiya sifatiga bog'liq do'stlar. Apellyatsiya qancha sifatli bo'lsa, kanal ochilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Prosta tak bunday bir o'zbek tilida yoki rus tilida, rus tilini ham asosan qabul qilmayapti do'stlar. Asosan endi ayrilashi mumkin, rus tilini qabul qilyapti-ku deb. Endi u masalan kimlar qabul qilayotgan bo'lishi mumkin. Hozirda rus tilida support ham do'stlar uncha yetishmayapti, podдержка qilsangiz. Shuncha iloji bor tavsiya qilardim ingliz tilida apellyatsiya yozishni. Endi apellyatsiya biz professional holatda yozib berishimiz mumkin do'stlar. Kanal ochilgandan keyin to'lov olamiz. Bizda shunaqa. Kanal ochilsa to'lov olamiz, kanal ochilmasa do'stlar to'lov olmaymiz. Shu joyi bor. Endi tavsiya qilardim, apellyatsiyani yo o'zingiz professional holatda yozing yoki bizga yozdirishni tavsiya qilardim. Endi men shaxsiy tavsiyam shu birovga pul berib bo'lsa ham ochtirishni tavsiya qilaman. Masalan, bir ko'proq kanallar bilan shug'ullanib yurgan insonga, masalan, menga ham yo boshqaga ham farqi yo'q. Xohlagan bitta o'zi ishongan insonga pul berib ochtirishni tavsiya qilaman. Nima uchun? Chunki siz bilmaysiz, baribir xato qilasiz, apellyatsiyani dalilga keltira olmaysiz, kanal ochilish persentiyari yo'q bo'lib ketadi. Ichida pullaringiz bo'lsa do'stlar, diqqat qilinglar, kanal yopilgandan keyin ishlagan pullar hammasi kuyib ketadi. Shuning uchun iloji boricha apellyatsiyani professional yozirish kerak, shunday kanal ochilish persenti yuqoriroq bo'ladi. Endi biz ham do'stlar kafolat bera olmaymiz, 100% ochamiz deb kafolat bera olmaymiz. Ariza tashlab beramiz, ochilsa to'lov olamiz, ochilmasa to'lov olmaymiz do'stlar, shunaqa. Lekin xizmatlar do'stlar kanalga qarab baholanadi. Kanallar yaxshiroq kanal bo'lsa, masalan 100 dollardan boshlanadi apellyatsiya xizmati. Agar odam soni kamroq, daromadingiz kamroq bo'lsa, bu kelishiladi, arzonroq qilib beramiz, 500 ming, 400 ming. Kanalga qaraladi, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, shunaqa do'stlar. Agar apellyatsiya bo'yicha yordam kerak bo'lsa, 99lik 791 32 32. Telegram yoki SMS do'stlar. Mana shu rasmga olib tashlanglar, nima muammo yoki boshqa любой xizmat, YouTube bo'yicha nima xizmat bo'lsa, Telegramdan rasmga olib tashlanglar do'stlar. Ko'ramiz 99lik 791 32 32 yoki SMS yoki Telegram do'stlar, telefon qilinglar. Umumiy holatda shu, salomat bo'ling. Yana bo'yicha spam bo'yicha vobshe ko'p qoidalar bor. Yana link, ping, aldamchi bir balalar ochib ketgan xolos qoida. Umumiy holatda konsultatsiya kerak bo'lsa 99lik 791 32 32. Konsultatsiya ham xizmat pullik, 99 ming to'lov qilasiz, batafsil to'liq ma'lumot beramiz. Kanalingizni tahlil qilib berishimiz mumkin. Boshqa xizmatlar ham bor. YouTube bo'yicha любой xizmat aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling.